15 ming so'mdan 20 ming so'mgacha konteynerda materialda tom yoptirgan bo'lamiz. Eng asosiy pishiq tomonlama yaxshi bo'ladi. Ham yangi materialdan ancha arzon tushadi, ham bitta telefon qilsangiz ustalar hamma materiali bilan borib, cho'tka qilib berishadi. Pulini kelishsalang bo'ldi. Sizlarga ma'lumotlarni berib o'tamiz. Hozir batga qilib berishgan joylari, bo'lmagan sexini pastiga shunaqa qilib chiroyli qilib yopib berishgan. Operator yaqinroq olib kelsalar, nariyoqdan ma'lumotlarni berib o'tamiz. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz aka? Charchamadingiz? Batga общий necha metr bo'lgan? Aka, общий uzunligi 40 metr, eni 12 metr joyga bo'lgan. 12 metr bo'lgan. Aha, mana bu tomonga ham yuraveradi. Bu tomoniga nima qilib berganmiz? Karobka qo'yadigan joy qilib berganmiz. Ha, baqa karobka qo'yib, ustida yopiq joy qilingan. Qo'l bo'lmasligi uchun, albatta. Bu yerda karobka narsalar qo'yadigan joy qilib berdik, bu yoqda ishlab chiqarish ketyapti. Ha, bu tomonda ishlab chiqarish va material turadigan. Mana joyimiz mana shu temirdan qilib berganmiz. Xo'p, aka nechilikdan foydalanilgan aka material? Faqat 8 lik bo'lgan aka bu yerda. 8 likdan foydalangan. 4 ga 4 bo'ladi aka, 8 lik. 4 ga 4. 4 ga 4 bo'ladi. Aha, bez ustunsiz qanchagacha olib beraverasiz aka? 20 metr, 30 metr ketaveradi. Kichkina uylarda tomi, katta sexlar, hamma yoqda qilib beramiz. Mansabli tomlar, parnik. Hammasi ketaveradi. Aka, bitta savol. Mana O'zbekiston istalgan joydan telefon qilishadigan bo'lsa, borib o'lchab chiroyli qilib berasiz. O'zbekiston istalgan joydan qilib beraveramiz. Hozir bitta Gurpon Samarqandda bor, bittasi Toshkentda bor, qolgani o'zimiz Vodiyda. Borib qilib beraveradi. Xo'p, qayerga zakaz qayerdan tushsa, shu yerdan o'lchab, gaplashib qilib berilaveradi. Xo'p, o'lchashlar bepul bo'ladi aka. O'lchashlar bepul. Xo'p, endi aka kvadratiga hisoblaydigan bo'lsa, necha pul qilib beraverasiz? Kvadrati 160 mingdan boshlab ketaveradi aka. 250 minggacha ham 250 minggacha. 500 ming so'mliklari ham bor. Xo'p, endi aka, misol bo'yab beradigan bo'lsalaring, bir yo'li kraskasini deylik aka, mana kraskasini bir yo'li qilib beradigan bo'lsangiz, necha puldan qilib berasiz aka? Kraskasini o'zi olib beradi, xizmatini ichida qilib kelishtirib, hisob bilan qilib beramiz. Ha, shu tomonlari bor. Shu tomonlari bor. Xo'p, endi shivellarda, ustunlarga nechilikdan boshlab nechiligigacha bor? Shivellarda 10 ga 10 bor aka. 40 ga 40 qilib, mana unaqa qilib ham tayyorlab beraveramiz. Tayyorlab berilaveradi. Bozordagidan ham qo'yib beraveramiz. Turba desa, turba ham qo'yib beraveramiz. Kelishamiz uni, egasi. Kelishib qilib berilaveradi. Manaqa fermaga materiallari o'zimda bor uka deydigan bo'lsa, xizmatini ham kelishib qilib beraveramiz. Hozir oralari qancha bo'lgan masofasi? Oralari 1.20 dan bo'lgan. Aha. Masalan, farmlarda ham rosa orasini zich qilib to'qilgan ekan aka. Shipir qoqqan tepaga tunka emas, issiq bo'lib ketmasligi uchun shipir qoqqan. Demak, shipir qoqilgan. Xo'p, aka, mana qor, yomg'irlarda bir bosib qolishli holatlar bo'lmaydi? Yo'q, aka, qor, yomg'irlarda xudo xolasa mana shu ko'ringan narsa ko'rgan. Shunaqa. Keyin aka, yangi materialdan qancha arzon tushadi shu joylar? Yangi materialdan yarim arzon tushadi. 50 arzon tushadi joy egasiga. Taxtadan afzalligi optovda ham chirimaydi, kuymaydi, yonmaydi, shu tomonlari yaxshi ekanda qulayliklari. Keyin pishiq tomonlama pishiq. Pishiq tomonlama ham pishiq. Tez bo'ladi. Tez bo'ladi. Aha, qarang, mana oralari anchagina ochiq ustunlar. Ha, ochiq aka. Buniki 5 metrdan qo'yilgan, 10 metrga ham qo'yib beraveraman, xorim 10 metrga ustun tushadi. Ko'taraverar ekan. Ko'taraveradi. Shu tomonlari bor ekan. Keyin aka, tunikasini ham bir yo'la qatar berib chiqatinglar desam, kelishtirib qilib beramiz. Ha, kelishtirib qilib beramiz. Aha, u tomonlar. Keyin aka, menga ayting, asosiy qana joylarga qilsa bo'ladi? Bu ishda uyda tomi, mana shunaqa ishlab chiqarish joylar, stadion, xullas hamma temirdan teplitsalar ham bo'ladi. Uyda tomlarini ham qilib beraveradi. Uyda tomlari ham bo'ladi. Ko'pchilik hozir uyda tomini mansabli ikkinchi etaj qilib yoptiryapti, shunaqani ko'pini qilyapti. Zo'r bo'lyapti. Zo'r bo'lyapti. Loy poy hamma yoq bosaveradi, ko'taradi. Xo'p, aka, shetni nech puldan qilib bergansiz? Bitta ma'lumotimni bersangiz. Ber adashmasam aka, qilganimizga bir 3 oycha bo'lib qoldi. Uzunligi aytdim-ku. Bir narigi patopini 45 millionga qildik. Mana tomonini 28 millionga qildik aka. 28 millionga qilindi. 2 bo'lim bo'lganda 2 marta bo'ldi. Hozir bu bo'lim necha pulga tushdi? Общий necha pulga tushdi shet? 75 millionga tushganda, общий adashmasam, 75 millionga tushdi. Arzon tushibdi-da. Yangi materialdan bo'lganda 65 metrga bu yog'i 12 metr. Taxtani hisoblasangiz ancha ishib ketadi, to'g'rimi? Ustiga taxt olib kelib ber, miq olib kelib ber. Miq olib kelib ber. Shuni olib kelib ber. Hali xodalardan olib kelib ber. Xodalardan. Bizda aka vodiyda bo'lsa, sexda o'zimiz qilamiz, olib borib ustanovka qilib beramiz. Qilib berilaveradi. Faqat bizga to'k beradi, abed beradi. Boshqa hech narsa bermaydi. Aha. Eng asosiysi O'zbekiston istalgan joydan telefon qilsalaring bo'ldi. Qo'shni davlatda aka-ukalarimiz ham akamiz kartalarga to'lov qilib, falonchi uyga boring, cho'tka qilib bering desalaring bo'ldi. O'zlari qilib beradilar. Pulda o'tkazmalar barcha turda bo'ladi. Keyin aka yana hozir
bir ikkita joylar biz bor dedingiz. Aha. Ana shu joylardan ko'rsatib o'tamiz. Bor. Hozir nari yuziga ham qilib bergansiz. Aha. Mana shu yerda ishlab chiqarish bo'lsa, nari betida ham qilib bergan ekanlar. Qilib bergan. Yoqib qo'ygan, sekin-sekin qo'shnilarga ham qilib beryapti. Bu joyini qilib bergandim. Aka yana kengaytirish kerak bo'ldi. Narigi 20 metrga qilib bering diyordi. Bez ustun 20 metrga qilib berdim. Ketdik bo'lsa, Ashuni ko'ramiz. Yuring. Shukurlar aka, bu aytganingiz keyingi sexlarimi aka? Ha, bu hozir bumaga sexda oldik-ku aka. Ashuni keyingisiga ham yana mana shu joyni kengaytirgani qilayotgan ekan aka. Berimizni enini ustini tushirmay qilib bering dedi. 20 metrga qilib berdim. 21 metr. 20 metr emas, 21 metrga qilib berdim. Ustunsiz aka. Buni metri 20 ming so'mdan tushdi bu akalarga. Mana masofasi kattaligi uchun, ko'p material ishlayotgani uchun. Razmerlarni ham aytib o'taylik, qanaqa bo'ladi? Bu razmerlari bunikini hozir 9 lik hammasi. 9. Rekalargadir 9 likdan bo'lgan. Mana 40 ga 40 reka, mana 50 ga 50. Ustun sarob bo'lgan. Ustun sarob orasi 4 metrdan tushgan. Общий bat necha metr bo'ldi hozir? Общий bet 20 metrga, manaqasi 25 metr. Endi. Xo'p, endi agar shuni kraska qilinadigan bo'lsa, narxlari o'zgaraveradi. Kraska qilib beradigan bo'lsa, kraskani xizmatini qo'shib beradi. Qo'shib beradi. Bolalarga qo'shib beradi. Shu tomonlari bor. Suvarkalari ham cho'tki quyilgan ekan, mana. Zo'r. Xudo xolasa ishimizga garantiya kafolat beramiz. Buni tagida chunki aka katta istanovlar bo'ladi, 15-20 ta ishchilar ishlaydi, baquvvat qilingan narsalar. Xavfsizlik tomonlama o'ylanadi-da. O'ylanadi aka, kalishni. Buni ertaga buni qilib ketishlar emas, keyinchalik ham bor-ku aka. Keyin tavsiya qilishlar. Keyin tavsiya qilishi bor aka, bu qor yog'sa tagida ishchilari bor. Bu navesdan qimmat istanovlari bor buni tagida. To'ppa-to'g'ri. Hamma yo'q shu navesga qarab bo'ladi. Hozir buni tunkasini ham qilib berasizlarmi, yo'l? Buni tunkasini qoqib berishini tayyor qilganmiz. Tunkasini qoqib berishi 13 ming so'mdan tayyor qilganmiz. 13 ming so'mdan tayyor qilingan. Zo'r bo'pti mana. 520 kvadrat tepasi. Xo'p, endi aka yana bitta joy bor deyotdingiz. Shu joyda qayerga boramiz endi aytib bersangiz, manzara. Do'stlar, mana navbatdagi joyga ham keldik. Juda ham chiroyli chiqdi. Eng asosiysi salqingina bo'lib turibdi. Mana ustunsiz qilib berishgan, chiroyli qilib. Mana bu tomonga qilingan. Hozir so'raymiz. Shukurlar aka, hozibatga общий qancha metr bo'lgan? Kvadrat deyiladimi? Общий aka kvadrat emas, metrajga qilib berganmiz buni. Metrajini 17 ming so'mdan qilib berganmiz. 17 ming so'mdan qilib berilgan. 20 ming materialga ketgan. Mana tepamizda turgan xorimiz, ustunman firmamiz 10 metr, narigi tomoni 6 metr. Bez ustunsiz qanchagacha yopib beraverasiz? Bez ustunsiz 30 metrga yopib beraveramiz. 30 metrgacha yopib beraveradi. Hozibatga nechalik nimadan ketgan razmer profil? Beter razmeri polni 8 lik temirdan ishlatganmiz aka. 8 likdan ishlatilgan. Mana 8 zo'r chiqdi. Salqin bo'lib turibdi ekan. Mana turilgan firmamiz aka, mana turgan firmamiz 13 metrdan bo'lgan aka. 13 metr. 13 metrdan bo'lgan. 170 dan orasini tashlaganmiz. Rekasi 70 dan hammasiniki. Xo'p, endi aka qarang. Bir yo'li o'zlarining tomni yopib bersalar ham qo'shilib qolaveradi xizmatiga. Bu tomini yopib beradigan bo'lsak, xizmatiga qo'shilib qolaveradi. Kraska qiladigan bo'lsak, kraskasini o'zi olib beradi, xizmatini qo'shib beramiz aka. Xizmatini. Xizmati bizdan bo'laveradi. Kelishuvga qarab, kraska desa kraskaga, keyin tomni bir yo'li tunkasini olish yoki tunkasiga hammasini kelishaveradi. Yopib chiqarib berilaveradi. Xudo xolasa yo'lda qilib, insof bilan qilib beramiz. Do'stlar, mana ko'ryapsizlar, hozir batga kattagina batta sklad ekan, nimadirlar olib sotilar ekan. O'p, shunaqa joylarni qilmoqchi bo'lgan aka-ukalarimiz bo'lsa, biznesmen, tadbirkorlar bo'ladigan bo'lsa, bemalol yopsalar ham bo'laveradi. Mana ustunimiz aka mana 20 ga 20 bo'lgan. Bu joyimizga agar boshqa joylarga 40 ga 40 qilib katta masofali narsalarga qilib beramiz. Berilaveradi. Berimizda ustunlarimiz, xoralarimiz ko'p. Qator bo'lganda aka nari tomonimiz 13 metr, bu tomonimiz 10 metr, bu tomonimiz 6 metr. Baquvvat tomonlama qanaqa bo'ladi aka? Baquvvat tomonlama hamma tomonlama kafolat beramiz. Qoriga, boshqasiga yuk ko'tarishga zo'r qilib beramiz. Qor yog'sa ham boshqa bo'lsa ancha-muncha ishni bo'lmaydi aka. Ishtama bo'lmaydi. Mana kafolat beramiz, yozib beramiz aka. Garantiyasi beriladi. Do'stlar, mana ko'ryapsizlar, biz dala joydamiz. Juda ochiqlik joy. Albatta quyosh yaxshigina bo'lar ekan. Lekin bu narsa nima deydi? Chirim edi, boshqa olmaydi. Xizmatini qilib beraveradi. Agar taxta bo'ladigan bo'lsa, optor yomg'ir optor bo'ladigan bo'lsa, chirib olish ehtimoli bo'ladi. Shunaqa taxta endi. Shuni afzallik tomoni bor, aka. Afzallik tomoni aka, yog'ochda bunaqa 13 metrga yog'ochda qilib bo'lmaydi. Bo'lmaydi-da. Shuning uchun afzallik tomoni. Keyin yana eng zo'r tomoni ko'pchilik shunaqa zavodlar, firmalar, promzonalarga ishlab chiqarish qilayotgan aka-ukalarimiz yangi materialdan qilsa anchagina qimmat tushib ketadi. Lekin konteynerni materialdan qildiradigan bo'lsa, ancha arzon tushadi. Taxtadan ko'ra, nima deydi, yaxshiroq, xizmati baquvvatroq bo'ladi. Xizmati baquvvatroq bo'ladi. Sexlarga ko'proq. Manzil qanaqa aka? Manzil Andijon.
Sana tuberkuloz bolnitsasi. tuberkuloz bolnitsasi oldida aka. Oldida. Ha. Chetga qilingan ish. Ha, chetga qilingan. Aha. Do'stlar, kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'ladigan bo'lsa, nomerlarni qoldiramiz. Ravshanbekdan oldim desam, eng chiroyli qilib berishadi. Aka, bu yog'ini ham bir ko'rsatib qo'yamiz. Telegram, WhatsApplar bor. Bu yog'ini ham bir ko'rsatib qo'yamiz. Nari tomonlarni ham ko'rsatib bering. Mana bu tomonlarda ham ko'rsalaring bo'ladi. Andijon dispanser nimasida tunka chiqariladigan mana. Tunka chiqariladigan seximizda mana. Mana shu yerda qilib berganman. Tunkasini ishlab chiqaryapti. Juda ham zo'r mana.